Hə Ras, sana bir xoş xəbər. Tünnügün xoşnimiz Hüsən keçədə bizning uyga kelib, Sovet İttifaqının O'zbekistondagi Ozod radiosi sen bilan Sajida ikkinlar haqida so'zlaganligini anglagan ekan. Asarlarni bizga aytib berdi. Vatanning ozodligi uchun turmalarda azob chekyotdi. Su ambirining egiz qirlariga yo'g'on sevatlarda to'plarni taslikda biz birining qo'lini biri tortib chiqarib, eg'ir emgak, eg'ir turmushlarda ishlayotdi. Ular vatanning aziz qizlari xalq qalbida mangu yashaydi debdim. Men anglab bek xush bo'ldim. Bu xush xabarni sana yetkazish uchun bugun bu yerga kelgan edim. Ko'rdingmi? Tortgan azoblaring bo'shqa ketmaydi. Xalq ko'ribdi. Sovet radiosida so'zlagan o kichik ish emas deb Zakiya mening ko'nglimni ko'tarish uchun so'zlab ketdi. Ular shunda xushal ruhlari ko'tarilgandek bo'lib qopti. Tamoqqa o'chirada turib oldimda turgan qaylarning Haydar bo'yniga ko'zim tushib qarsam, uning bo'ynidagi qo'riqlarga tizilib ketgan pitlar terining har bir to'shkiga 4-5 dan bo'lib, beshini tiqib uning qinini sho'ravatadi. Badandagi har bir ter to'shiklari tar, kir, to'pichang bilan to'shib va uningga o'rlashgan pitlarni ko'rib, ko'nglim aski bo'ldi. Qo'rqinimdan qo'lim bilan og'zimni bosdim. Eg'ir emgak, tayoq qamchilardek zulmlar yetmagandek pitlarning qon sho'rishi bir azob bo'ldi. Qanday qilsin, yuyinib kiyib yengishligidek sharoit yo'q. Yelimi bu yoshda bu turmushga chidab ishlab kelyotdim. Bu hayotni o'tkazmak yengil emas. Qanday chidaydi bu bechora deb ichim og'ridi va yinimda turganlarga ko'rsatdim. Bu odamni bunda qilsa qinini sho'rab o'ldirmamdi. Qanday chidaydi dedim. Ham bizni kuzat qilib turgan xalq askarni chaqirib ko'rsatdim. Tüfit deb yerga tükürib qochdi. Biz uningga ruxsat bersanglar uyga berib yuyinib kiyimini yengishlab kelsin dedik. Oradan so'kan hozir Beyangoga harvu mangili tayyorlanayotdi. Shuning bilan avatinglar dedi. Hamma odam sala-sula qilib oxiri ruxsat berdi. Qaylarmi xo'shal bo'lib narsalarni elib, tamoqimni qaramasdan harvuga yetishib ketdi. Aradan kimdir birsi bunda qiynalib yashagandan o'lib ketsimi bo'lar edi dedi. Shu qash, nima deysan? Texi bu yoshga kelganda jon tatliq bo'ladi. O'lgisi kelmaydi va bundaqlarning jini chin bo'ladi. Bugun o'g'zidan yiqilib tushganda boshqa odam bo'lsa, bir yeri sungan yoki o'lgan bo'ladi. Bu shundaq egiz o'g'zidan yiqilib, hech nima bo'lmasdan o'milib turib kelyapmamdi deb kuldi. Sari Jurg'a bu bechorami tayoqni o'lgidek yeb, yana qilishmay ishlab yuriydi. Bu yoshda boshqa odam bo'lsa chidamaydi dedi. Navruz, beshinga kelsa chidamasqa nima chora, hammamizmi shugu amdi dedi. Bir kun keyin qaylar yuyinib, tarnib, oq kiyimlarni kiyib, salobatlik bir buvay bo'lib qaytib keldi. U menga ko'p rahmat aytdi va ayolimmi meni ko'rib qo'rqindan yig'lab ketdi dedi. 20-oktyabr. Cho'ng atratda 5 kun ishlagandan keyin Chavchizida eriq qo'laydigan ish bor deb ilib mangdi. Yüklarni harvi bilan o'zimiz piyoda tog'lardan eshib, soylarga tushib deganda qorong'u tushganda yetib keldik. Charchivining bosh tarafdagi bir yo'g'on yog'och uyga ayol hammamizni o'rlashtirdi. Soydagi suvni taqqa ilib chiqish uchun tog' bag'rildab, eriq qo'lab ishlashi bilan shug'ullandik. Har kuni tong qorong'usi bilan ishga kelib, dahshat satq vaqirib uyg'otgan ovozdan yuragim og'zimga tiqilgandek bo'lib ketadi. Cho'chgan xalq oldirash kiyinib o'rin ko'rpalarni yo'gab turib, qo'yibla ish qilmoqmiz. Kaynida qolganlarni qamchi bilan ish maydoniga yetkazib, urib keladi. Tog' ustiga chiqish vaqtida xalq askarlari qirlarni 4 putlab o'miltib, ustiga ot qilib minib, taqqa qamchilab chiqadi. Har kuni bu odat davom qilib keldi. Birinchi bo'lib O'razanni ot qilib minatdi. Agar u tog'ning ustiga oldin chiqib olgan bo'lsa, O'razanni tush bu yerga deb chaqirib tushirib, ondan uningga minib, tog'ning ustiga chiqadi. Ondan minbinglar yenib tushib, ikkinchi birsiga minib, har birsini ot qilib minib chiqadi. Qiyirlarning yolvurgan, yig'ilganlarga qaramasdan
qo'g'lab yurib, chas soqol burutlarini qirib tushirib, oppoq so'ymida qilib qo'yatdi. Bechora qirlar, bu nima degan sharmandachilik, bu nima degan rasvochilik. Mo'may bo'lib qoldik-ku, elning yuziga qanday qaraymiz? Dunyoda hech kim bunday rasvo qilinmagan deb nomuslanib, to'kilib yig'lab ketadi. Qarang'uda ishdan tushib yotoqqa qaytgandan keyin minbinglar hammamizni yotoqqa so'lab, ishni ichidan taqab oladi. O'tirg'i bir qancha odamni chiqarib, engishtirib, ularning ustiga minib elib, u bechoralarning chorasiz parqiriq beshiga, yuz ko'zlariga shapiliqlab, u ozdak qamchilaydi. Har kuni bir ikki odam hushidan ketib yetib qoladi. Ondan atrofga qolganlarini tizib qo'yib, bir chatdan qamchilab chiqadi. Har kuni bu ish davom qilib keldi. Bu hammamizning jiniga tekkan jon azobi bo'ldi. Qiyirlar bunda xor bo'lib yashg'icha o'lsak edi deb o'lim tilib, ho'ngirab aytib yig'ilishadi. Ammo buningga hech qanday choramiz yo'q edi. Mana shunday ig'irchiliklar ichida Eriqda 2 oy ishladik. Minbing İbrahim bilan Qayar o'zlari yosh bo'lsa-mu, ammo podshoh zamonidagi zolim jallodlarni eslatdi. Ularning zaharga to'lgan ko'zlarining ichimi qizil qonda ko'rinadi. Yuzidan bir rahim shafqat yoki kulki ko'rinmaydi. Bular jallod qini bilan sug'urilib, cho'ng bo'lganday qiyofatini kishi ko'ziga qo'rqinish ham surlik ko'rinadi. Eriq ishi tugagandan keyin bo'z yer ichish uchun 2 tog' orasidagi keng tuzlanlikni ichib dehqonchilik maydoniga aylantirish plani bilan bir hafta yo'g'on daraxt, qarg'ay, har turli chiroyli gul chechaklar, yog'ochlarni qo'mirib elib kelish ishi bilan shug'ullandik. Oxirgi kuni men bilan 3 kishi yo'g'on 2 odamning g'ulichi yetmaydigan 100 yildan oshiq yashagan bir daraxtni qo'mirish uchun bir kun ishladik. Yani 2 metrdan cho'nqur qo'lladik. Daraxtning yo'g'on yiltizlarini atrofdan 2 metr yiroqlikdan palto bilan kesib chiqdik. Ammo terak hech yiqilmaydi, midirlabmi qo'ymaydi. Kech kirib qoldi. Oxir men terakning ostiga kirib, qo'lashga kirishdim. To'rtimiz 4 tarafdan qo'lladik. Bir qora tosh turgan ekan, men uni qo'lab chiqadim. Atrofdagilarning qash-qash terak yiqilyotdi, hoy hoy degan ovozidan beshimni ko'tarib qarsam, mening ustimga qarab yiqilib kelib etibdi. Terakning yo'g'on yildizi meni mijib yo'q qildi ekan, chaqqonlik bilan o'mlab chekindim. Lekin chiqib ulgurolmadim. Terak shaldur-shuldur qilib yiqilib tushdi. Kishilar voy o'ldi deb tovlashadi. Qisqa vaqt ichida nima bo'lganini bilmay qoldim. Qarsam yiqilgan daraxtning ostida yotaman. Voy xudoyim, men o'ldimmi deb o'zimni tingshidim. Put qo'lim harakat qilyotdi. Tirik ekanman deb hayotligimni bilib, shunda qo'rqdimki, daraxtning ostidan qutulib chiqish uchun oldirab ketdim. Shaxlarning orasini qo'lim bilan ichib chiqish uchun tirishayotganligimni ko'rgan xalq, voy tirik ekan deb shaxlarni qayirib ichib berdi. Men o'mlab chiqdim. Put qo'limda hech kuch yo'qdek o'ltirib qoldim. Bütün odam ishlarini tashlab daraxtning atrofida meni o'ldi deb qarab turgan ekan. Hammasi xushal bo'lib, bir ig'izdan hol so'rab, Allohning qudrati desak bo'ladi. Yo'g'on terakning ostidan tirik chiqish o'zi bir karomat. Allah ecel bermese, yo'g'on daraxt besib olsa-mu, tirik chiqadi ekan. Tova, Allah saqladi, parishta qaqdi deb har birisi kelib mendan hol so'raydi. Ular mendan bir yerlaring og'ridimi deb o'z singlisida ko'rib g'am qilishdi. Dumbamni, qo'llarimni silab ko'rdim va yo'q, hech yerim og'rimadi dedim. Kerambay mulla kelib, "Balamoy, bala panim, Allah seni saqlaganda karomat saqladi. Parishta qanotini sening ustingga yoymasa, sen bu yog'ochning ostidan omon chiqarmiding? Hech bo'lmasa, putoqlar bir yeringni og'ritgan bo'lar edi. Kiyimingni elib yirtmagan Allah seni o'zi saqladi. Sening Allohning oldida bir qilgan yaxshi ishing yoki yaxshi amaling bo'lsa kerak bolam. Bu bir karomat bo'ldi" deb ko'z yoshlarini surtdi. Bütün odam hissashligini bildirib, hol so'rab, salomat qolganimga xushalligini bildirib, oramizdagi bu qizimizdan ayrilib qoldikmi deb bek qo'rqgan edik. Allah saqladi. Bu bir mo'jiza bo'ldi deyishib, atrofimda to'planib turadi. Xalq askari İbrahim kelib, "Söngül seni Allah saqladi. Sadiqa ber. Kashki tamoqingni yemasdan o'razanga ber" dedi.
Hammamiz hayron bo'ldik. Karimbay Mollani din niqobiga yuginib xalqni zaharlab kelding deb urib hushidan ketkizib yurgan odam bugun Alloh saqladi sadiqi ber deginiga hayron bo'ldim. 17 yanvar O'rmon idorasining yinidagi qizil bayroq atrofida yo'l yasash ishi bo'lganlikdan bizni u yerga ko'chirib kelishga to'g'ri keldi. Qish qattiq sovuq, atrof oppoq qor. Bizni o'rlashtirgan uy yo'q. Uning uchun kun petish tarafdagi tog'ning etak tarafidan 5 metr kenglikda, 20 metr uzunlikda, 2,5 metr cho'nqurlikda bir say urus qo'lab, bir eshik qoldirib, ustini yog'och bilan yopdik va ustidan 2 to'nglik chiqarib, bir uy shaklida ko'ktat o'risini yasab chiqdik va shu eshikni yo'q, tomlaridan suv chiqib turgan zay sovuq uyga ko'chib kelib o'rlashdik. Bu hammadan og'ir va qiyin bo'ldi. Chunki qish 1-oy, yotoq uyimizning eshigi yo'q, zay, o't qolaydigan mashmi yo'q. Kechasi birmu kiyimimizni yashmasdan oyoq kiyimlarimiz bilan yotqonga kirib yotsaqmi, kechicha dirildab to'nglab uxlay olmay chiqatdik. Bechara yoshqi cho'nglarimiz ko'tirishga yengil deb nippiz yotgan ko'rpa ham palaz elib kelgan edi. Sovuqqa chidamasdan kechicha yig'lab chiqdi. Ish og'ir, kun sovuq. Uyqusizlik bizni bakmo qiynaydi. Mushu o'rinni qo'layotganda oramizdan bechara Navruz og'a ishdan qaytib kelib yetibla jon berdi. U bechara har vaqt meni ko'rganda o'zining qattiq og'rib yurganligini, ishqi bo'yniga yib elib, so'rab chiqqandek oran ishlayotganligini shikoyat qilib yig'lab oladi va Alloh jinimni olsa, menga rahat bo'lar edi, o'lmay qoldi-ku deydi. U marhum og'riqini o'rinda yetib o'tkazolmay dunyodan o'tdi. Alloh taolo uningga iymon bersin, yotgan yeri jannati bo'lsin. Amin. Erlardan 4-5 odam berib, go'rligini qo'lab yerlab keldi. Jinoza namozimi o'qilmay ko'mildi. Hammamizga bakmo ko'ngilsiz tuyuldi. U marhum bizning ko'nglimizda hurmat bilan yashaydi. 27 fevral biz yasig'in harbi yo'li tog' orasiga joylashgan chorva atratiga yetib kelib qoldi. Bütün atraf xalqi chiqib tog' ustida bizning ishligimizga qarab tomosha qilib turadi. Buni ko'rgan xalq askarlari Qopar, Ibray, qo'morlarning qo'llari qizib, sababsiz chaqirib, qo'llariga nadin oldigan harvukashning uzun sapliq qamchisini har birsi birdan tutib, hech gunohsiz ishlayotgan odamlarni chora siltib uratdi. Og'ziga kelgan so'zlar bilan haqoratlab, tillab yugurdi. Yenimda ishlayotgan so'qash bular o'zlarini ko'rsatish uchun o'yin qo'yayotdi deyishiga nadin yetib keldi. Heliqi qamcha shart qilib u bechorning dumbisiga tegib edi, yerga dum tushdi. Minbin Qopar yugurib kelib ikkini tepdi. So'qash bechora voyjon deb chaqirib o'rnidan tura olmay yetib qoldi. Zakariya bilan ikkimiz qo'lidan tortib turg'azgan edik. Dastlab tura olmay yana yiqildi. O'ybay belim deb qo'li bilan belini tutib turishiga qancha tirsimi tura olmadi. Ular yana yugurib yurib ishlayotganlarni qamchilaydi. Bugun yoshlarni bir-birlab urishga boshladi. U uzun qamchi bilan so'kkan Maji, Jorson qatorliq barliq yoshlarni qamchilab chiqdi. Minbin Ibray O'razani 2 qamchi urgan edi, uning ko'zi o't bo'lib yondi. Tishlarini g'ijirlatib o'zini aron bosdi. Minbinlar bosh tarafga ketganda O'razan ochiqidan og'zini buzib, "Avu g'iljinglar nima deb chiqib turib oldi?" Shu qizlarga o'zlarini ko'rsatish uchun bu minbinlar qutirib ketdi deb u yerda naynaqlab kulishib turgan qizlarni tillab ketdi. Yoshlarning hammasi intayin xafa bo'lishdi. Bizning holimizdan nima tomosha chiqsin, xuddi maymun o'yinini o'ynayotgandek chiqib qarab turganini demamsan, begona bizga tayoq yegizding. Mavu minbin degan narsalarning yuragi toshqa aylanib ketib boradi. Odamlarni urmasa tura olmaydigan darajaga yetdi. Bularda rahim shafqat degan yo'q bo'ldi. Shu kundan boshlab so'qash o'rnidan tura olmadi. Kechacha voyjallab yig'lab chiqatdi. Men endi saqay olmayman deydi. Degandek 3-oyning oxirida u shu bel og'riqi bilan dunyodan ketdi. 2 mart Tiansan atratiga yo'tkilib kelib, u yerda yana suvni taqqa ilib chiqish uchun eriq qo'lash ishi bilan bo'ldik.
u atrofga kelganda yoshqi cho'nglarimizning ko'p qismi ishga chiqolmay og'rib yetib qoldi. Tushlik tomoq vaqtida kurushkamga suv ilib, parda pishirgan non mo'mini yeb o'ltirib, yig'lab o'ltirgan insani ko'rib, kurushkamni ko'tarib ularning yeniga bordim. Nima bo'ldingiz? Og'rib qoldingizmi? deb yeniga berib o'ltirdim. Insa og'a texim ezilib yig'lab ketdi. O'g'li Maji ümidsiz tushgan holda yerga qarab o'tiradi. Men ularni bazlab, ko'nglingni buzma. Insa og'a hamma narsa o'tib ketadi. Bu hayot dunyo birda yuzini, birda keynini ko'rsatadi. Bu vaqtlarmi o'tib ketadi. Yolg'iz siz emas, mavu o'ltirganlarga qarang, sabr qil. Ölümdən başqası tamasha deb bir kun yaşaganımız bir g'animat. Bir minut yaşadığımı o mu hayat. Biz tirik yaşavatamdık. Bu bir çoğun bəxt. Aldığımızda Allah'ın bizge berdiğan yaxşı kunlari bardı. Ko'nglingni buzma. Ölüp ketganlarni mi o'yla. Ular mı bizge o'xshash odamlar edi, dedim. Yenimda çay içip o'ltirgan bir qancha yaşangan qiyirlar. Qizim rost deydi. Xudoyimning bizga berdigan yaxshi kuni bordi. Ko'nglingni buzma deb so'z bazlashdi. Sari cho'rg'a atrofga qarab qo'yib, ehtiyot bilan biz shuncha uzun yillar kunduz oromxo'da bir chini chay icholmay, kechasi xotirjam uxlay olmay, molning keynidan yugurib, bir ikki qo'ydan beqib ko'paytib yetkazgan edik. Kaşki shu mallardan birini so'yib yegan bo'lsam armonim yo'q edi. Malni ko'paytman deb taqt o'shkisi ham yavoyi to'g'onlarni etib yeb qishliq so'qim qilgan edim. Shunda qiyinchiliklar bilan ko'paytgan mallarimni hukumat yig'ishtirib qo'rusi bilan haydab elib chiqib ketdi. Uning rahmatiga silayotgan zulmini demamsizlar. Men bir odamni ishqi silib zulm salmadim. Bütün odam dam elib o'ynab yashaganda men jafo mushaqqat ichida mal beqish bilan yashadim. Endi bu ko'rayotgan kunimiz nima? Hayronman deb ko'ziga yosh oldi. Yenida o'ltirgan qiyirlar, shuni deyman, biz mushunda qilib beqib ko'paytgan edik. Endi u beshimizga baloyi opat bo'ldi deb so'zlab turadi. Ishqi kushkur chelindi. 3-oyning oxiriga kelganda ishqi chiqadiganlar kundan kunga ozlashib boshladi. Ko'p odamlar og'rib yetib ketdi. 27 mart kuni cho'ng atrofdan uqtirish chiqib, har bir odam o'z atratiga qaytadigan bo'lib, xo'shlashib mangdiq. Ayrilish vaqtida qaytish xushalliqi bo'lsa-mu, bir yilga yaqin eg'ir kunlarni birga o'tkazib, bir-birimizga ota-bola, qarindoshlardek yaqin bo'lib ketgan ekanmiz. Hammasi zorlashib yig'lab xo'shlashdi. Degandek bularning ko'p qismi bilan ikkinchi uchrashmadik. Chunki ular atroflariga qaytib, bir yil ichida o'lib ketibdi. Men uyga qaysam, bizning oilani ishlab chiqarish atratiga yo'tkab ketgan ekan. Shu atratning boshlig'i Mavunching dadamning ko'ngli yaqin o'tadigan odamlarning birisi edi. U yerlik tungan, ya'ni musulmon yuzu deb ataladi. U ota-bobolardan tortib Sharqiy Turkistonda tug'ilib, yashab kelganlikdan qozoq, uyg'ur tillarini ona tilida so'zlaydi. Tashqi ko'rinishidanmi u milliylarga o'xshash uzun bo'yliq, qonshaliq, yo'g'on ko'zlik odam bo'lib, yer islohot vaqtidami dadam bilan o'ginishlarda billa bo'lgan ko'ni tanishlardan edi. U bizning oilani o'z atratiga yo'tkab kelib, boshqa a'zolarga o'xshash ta'minot, o'tin, ko'mir, go'sht, yog' va xarajat uchun pul ajratib berib, uyimizning ichi xeyli ko'ngilli bo'lib qopti. Mana bizning oilada 10 jon odamning 4imizga faqat 29 jon ochliq norma berib, qolgani 6 kishiga norma va tegishli ta'minotlar berilmadi. Bu 2 yil ichida turmushda qattiq qiynaldik. Tuz, yog', kersin, hatto saranga ilishga bir chimmi pulimiz bo'lmadi. Qish kunlari o'tin ko'mir yo'q. O'zimiz o'ltirgan 3 eg'iz yog'och uyning birsini bo'shtib, qalab qishni chiqarishga majbur bo'ldik. Shaharda yashayotgan ota-onam uydagi satarliq biror narsa qolmaganda singlim Sofiya Rashiliya o'rganib, Rashiliya ham kesib berilgan kiyimlarni ko'tarib elib, opam bilan ikkisi kecha-kunduz tikib, shuning bilan yashab keldim. Keyingi vaqtlarda inim Sodiq shaharga kelib, Ulanbayda poyezdga shiban tash qochilash ishiga kirib, 14 yosh to'shmasdan ig'ir emgakda ishlashga majbur bo'ldi. Bir kun ertagan o't qalay deb qarasam, saranga tugab,
nima bilan o't tutashtirishni bilmay turib qoldim. Tova Xudoyim, odam bolasi munchalik yo'qsizlikqa tushib qoldi ekan. Mushu kungacha bir odamdan yordam so'ramay, har qancha qiynalsaqmi, yo'qni bor qilib, hatto yo'lqan ko'rpalardagi to'gi yung'icha setib yashab keldik. Xitoy kommunistlari kelmasdan burun xeyli holliq oylardan edik. Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilish bilan tosh yo'l yasaymiz deb har bir oilalarga olvon selib majbur pul topshirishni jakarlaganda bizning oila aka-uka 3 qarindosh mingdan oshiq qo'y, yuzdak ot, kolini haydab kelib tosh yo'l uchun topshirgan edi. Endi 32 oila sig'adigan yo'g'on o'yinlarimizni bo'lsa 59-yili bir kundala uylarni sotsialistik o'zgartish kirgizdik deb butun o'yinimizni bizdan majburiy tartib elib ketdi. Taş yo'ldan keyin yiqqan mollarimizni go'ngshilishish deb hammani yig'ib, u ozdak men oilamizga qaytib kelgandan keyin mening qalpoq bilan qaytgan sababimdan uyimizga qora oila deb taxtay esib qo'yib, 2 yil ochliq va barliq ta'minotlarni to'xtatib, mushu holdagi yo'qsizlikqa tushib qoldik deb ko'nglim yomon bo'lib, saranga qepini ko'tarib talaga chiqqan edim. Etimiz dadik manga eslib әкелib, 1-2 qavob kala o'ylisiga kirib ketdim. Bu kichik vaqtida bizning kala o'ylisidagi chegiz parchasining ustida yotqinni ko'rib, Sofiya qog'oz sanduqqa silib baqdi. U yo'g'on qora yungluq, tik quloq, ho'shar aqlliq, qashqir it bo'lib cho'ng bo'ldi. U bizning uyning atrofiga birmu odamni keltirmaydi. Kechasi bog'liqdan yeshib qo'yishimiz bilan kala o'ylisidan sakrab uyning o'g'isiga chiqib, el yotqicha bizning uyni kuzat qilib o'tirardi. Shunlashqa bizmo vatanni qutqizish radio stansiyasini xotirjam anglaydik. Dadik yana yugurib chiqib, menga qarab 2 qitim qavob qo'yib, kala o'ylisiga kirib ketdi. Xuddi u menga bir narsani ko'rsatishni xohlagandek bilindi. Uning kaynidan kirsam, bir pulonga yo'g'on bir tag'ar quruq ustixonni dövlab qo'yib, uning yenida o'z ishidan maqtangandek menga qarab turardi. Yeniga berishim bilan quyruqini shipangshitib akilib ketdi. Tushda qaysam, inim Ahmad u ustixonni go'ngshining xom ashyo setib oladigan do'konlarga opirib 1,5 so'mga setib, u pulga saranga, shakar, tozga o'xshash kerakli narsalarni elib keldim. Ballar meni ko'rib, "Hada, ko'rdingmi, Xudoyim bizga bu ish orqali yordam qildi" deb kulishdi. Uyga qaytganning 2-chi kuni adrat boshlig'i Mo'nching bizning uyga kelib, hozir Go'ngshiga yuqoridan xizmat korpusi keldi. Ishxonaga bizni yig'inga chaqirdi. Kichik ballarni Go'ngshi ishxonasiga avat, ular kirib ochliq normasini berishni talab qilsin. Qolgan so'zni men yetkazib beraman. Balki 2 yillik berilmagan norma ishi hal bo'lar deb chiqib ketdi. Yaxshi ish bo'ldi. Inim Ahmad berib aytgandan keyin bundaq 2 yil norma bermaslik xato deb butun ochliqni to'liqlab berishga topshirgan ekan. Shu kuni doktorga ko'rindim. Butun badanim ishib ketganiga qarab jigar kesili bo'lish mumkin deb sharga berib ko'rinib kelish uchun qog'oz elib berdi. Shuning bilan bir hafta ichida ruxsat tasdiqlab, doktorga ko'rinish uchun Urumchi shahriga ketdim. Ikkinchi doktorxonaga borgan edim. Meni jigar kesili doktorxonada yotqizib davolaymiz deb balnisga elib qoldi. Shegobi turmusda birga yotgan Ahmad cho'ngning qizi, do'stim Zuhra turmadan chiqqandan keyin u meni izlab ota-onamning Urumchida ekanligini anglab, yo'qlab kelib ular bilan davomli bordi keldi, aloqa qilib turgan ekan. Men doktorxonada yotgan vaqtida Zuhra tonish doktorlar orqali yaxshi dorilarni tepib kelib, davolanish uchun ko'p yordam qildi. Her gün kelib halimdan xabar elib yo'qlab turdi. Men uning bu yaxshiligini hargiz unutmayman. 1,5 oy doktorxonada yetib davolanib chiqdim. Lekin 1 oy doktorxonaga kunda kelib davolanib ham tekshirib turishga buyurdi. Men maktab mudiri oyim Azizga yo'liqay desam, u dam elishdi ekan. Shuning bilan uyga berib ko'rishni o'yladim va oliy darajali kadrlar o'ylasiga bordim. Ko'chadan kirishdilar cho'ng darvozadagi 2 xanzu saqchi oldimni to'sib kirgizmadi. Ularga men oyim Azizning tuqqini Sajida cho'chakdan keldim dedim. U eshik saqchisi darvoza tövdagi kichik uyga kirib, oyim Azizga telefon berdi. Yarim soatdan keyin kirishga ruxsat qildi.
Uningdan kirgandan keyin o'ttiri darvozani yana to'sdi. Shunday qilib 3 eshikdan o'tgandan keyin oyim Azizning uyiga keldim. Xizmatkor ayol meni boshlab mangdi. Eshikdan kirishda keng ozoda qizil taxtayning ustiga chiroyli gilam selingan koridor orqali to'rda 3-eshikka boshlab kirdi. Bu mehmonxona uy bo'lsa kerak. Bu uy xuddi majlis zalidek cho'ng bo'lib, 10 necha odam siqqudak ustal qo'yilgan ekan. Meni shu ustalning oldiga ilib kelib, o'ltirg'izib chiqib ketdi. U ayolning keyindan biri chiqsa, biri kirib degandek, bir qancha ayollar va bolalar kirib qarab qo'yib, gap qilmay chiqib ketadi. Mening kim ekanligimni va qanday tuqqan ekanligimni toniy olmay qolsa kerak deb o'yladim. Oyim opayning singlisi Tursunaymi kirib chiqdi. Yarim soatdan keyin maktab mudirimiz Oyim Azizning o'zi kirdi. Salomlashib bo'lib, "Men sizni toniy olmayapman. Siz mening qanday tuqqanim bo'lasiz?" deb so'radi. "Men sizning tuqqaningiz emas, o'quvchingiz bo'laman. 63-yili siz maktabga mudir bo'lib kelishning oldida qo'lga ilingan o'quvchilarning birisi Söyüngül bo'laman. Sizning oldingizga kirish uchun tuqqaningiz deb kirdim. Kechiring" dedim. "Ha, yodimga keldi" deb shundoq ochiq chiroy bilan xuddi bir yaqin odamni ko'rgandek so'zlashdi. Men o'z ahvolimni aytib, maktabga borsam, sizni kelmadi, uyda degandi. Uyingizga kelib bo'lsa-mu, siz bilan bir ko'rishay deb kelgan edim dedim. Biz yarim soatdan ortiq so'zlashdik. Oyim Azizni madaniyat inqilobining dastlabki to'lqinlarida bo'yniga axlatdagi eski sesiq cho'xaylarni esib, beshiga egiz qog'oz qalpoq, ustiga cho'ng xatli gazetlardan kiyim kiygizib, meditsina institutidan shu yozning issiq kunida shahargacha piyoda sazoy qilib mang'uzgan ekan. Oyim opay ichingan holda so'zlarimni anglab manga men Sayfiddin akangizga aytib, siz to'g'riliq xat qoldirib beray. Chorshanba kuni maktabga boraman, mudiriyat ishxonasiga bering deb shundoq chiroyli muomala bilan ishkicha uzitib chiqdi. Chorshanba kuni maktab mudiriyat ishxonasiga degan vaqtida yetib bordim. Ishxonada oyim opay yolg'iz ekan. Degandek avtonom rayonning raisi Sayfiddin Azizning yezib bergan xatini menga berdi. Uningda avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi saqlash idorasiga qaratib, mening haqqimda tekshirib aniqlab, Lovjov prinsipi bo'yicha chiqish yo'li berilsin deb yozilgan ekan. Oyim Azizmu nurg'un umidlik so'zlarni qilib, yaxshi tilaklar bilan cho'qim bu xatning sizga yordami cho'ng bo'ladi deb ishonchli holda so'zlab qoldi. Men xushalligimda xatni ko'tarib, Go'ngandanga bordim va ish boshqarish bo'limiga kirib, o'zimning iltimosini aytib, xatni berdim. Bo'lim boshlig'i Xansu xatni ko'rib, "Qaysi ididininglar yozsa-mu inovatsiz, ularning amdi huquqning kuchi yo'q" deb xatni kamsitgan holda oldimga otgan edi. Yuzimga tegib, uchib berib yerga tushdi. Men turgan yerimda qetib qoldim. Endi hamma narsa tugab, butun huquq bularning qo'liga o'tgan ekan deb o'ylab, ko'nglim aski bo'ldi. Engishib xatni ilib gap qilmay chiqib ketdim. Kutgan umidlarim yo'q bo'lib, ko'ngilsiz qaytdim. Bir kun keyin Nansanga qaytib ketdim. Men ketib 2 kundan keyin bizning uyga meni izlab bir ayol kelibdi. U ayol surishta qilib yurib, sizning uyini aran tepib keldim. Söyüngül nerede? Men o'zi bilan ko'rishsam bo'ladi debdi. U ayol Nansanga izlab boraman degan ekan. Uydagilar mening ahvolimni aytib, siz borsangiz uningga eg'irchilik keltirib qo'ysiz va o'zingizni tutib avorchilikqa qo'ydi degandek. Keyin u ayol men Qashqardan Söyüngül bilan ko'rishiman deb kelgan edim, lekin mumkin bo'lmadi. Qashqardagi barliq qarindoshlarimiz salomlarini yo'llab menga ko'rishib kelishni topilgan edi. Imkoniyat bo'lmadi deb ko'ngilsiz bo'ldi. Ham yana madaniyat inqilobida oblikimni xoinlik qilib tashkilotni fosh qildi deb Qashqardagi yo'ldoshlar uni so'rab chiqib, bola gezandi deb qalpoq kiygizib, shaharni aylantirib sazoy qildik. Hamma odam uningga nafrat bilan qaraydi dedi. Mening deganlarimni, bizning ko'nglimizni yetkazib qo'ying. Biz ularni qalbimizda hurmat bilan eslaymiz deb xeyli yaxshi so'zlarni qilib, o'zi bak aldirash o'ltirmay chiqib ketdi deb opam va singillarim so'zlab berdi. Anglash jarayonida bizning do'stlarimiz bor ekan deb xushal bo'ldim. 69-yil 28 mart. Ikkinchi doktorxonadan o'qil qo'ydirib qaytib kelib atatdim.
Beyxa daluning oldida 40-50 ga yaqin odam durildishib bolalar qiya-chiya qilib o'tirda ketayotgan odamni tomosha qilib boradi. Men bu nima bo'lgan odam ekan deb qarab turatdim. Yenimda turgan egiz bo'yliq, kak saqal, uzun chekman chapan, masi o'ti kiyib, hosiga taynib turgan o'riqini odam man qarab. Ko'rdingizmi? O'z yurtiga sig'may cho'llar kezib, yavoy bo'lib ketgan odam ekan. Tarim cho'ldan tutib kepti. Tova xudoyim, bu Xitoylar bizning xalqini nima kulpatlarga solmadi? Odamning yuragi ezilgudek ishlar. Voy xudo, deb hosisini to'qildi minib ketdi. U odamning so'zidan keyin men bu yavoy odamni yana ko'rishga qiziqib, kaynidan yetishib elish uchun oldirib mangdim. Biroq ular men yetib kelguncha ittifoq ko'chasiga burilib kirib ketdi. Menga bir qiziq sir bo'lib tuyuldi. Uyga kelsam opam dadamlar tushlik tamoqqa amdi o'ltirgan ekan. Opam o'z odati bo'yicha mendan kimlarni ko'rding deb yangiliklar haqida xabar topqisi keldi. Men yo'lda uchratgan yavoy odam to'g'risida so'zlab berdim. Opam, "Ha, sen heliqi Jabbor oxunni ko'ribsan-da, u turpan bag'ri bo'lyuruqliq bo'lib, Asaydullah degan atoqliq bir odamning tuqqani ekan. U Mahmud Sijongning askari bo'lganlikdan Mahmud Sijong qochgandan keyin uning butun askarlarini qo'lga olib, Shingsizay turmisida har turli usullar bilan qiynab, ondan ularning hammasini mashinalar bilan tarim, Taklimakan cho'lliga opirib, necha yuzlagan odamni pilimotga tutib, bir nima qoldirmay o'ltirib yetib qaytib ketibdi. Pilimotning tartilgan ovozi necha yuzlagan odamning oqsari bütün Taklimakan cho'llariga yurakni ezgudek ig'ir musibat bo'lib, uzoq-uzoqlarga yangrab tarqaldi. Bu cho'lda o'sgan har bir giyoh o'tlar va to'g'roqlar bu gunohsiz to'kilgan qonlar uchun ko'z yoshlarini to'kib, motam tutgandan boshlaridan egib turadi. El erkinlik uchun jang qilib o'z armonlariga erishalmagan bu qurbonlar ozodlik tashnasida talmirib, ko'zlari ochiq paqirib, qonga milangan holda cho'lning o'tirsida yotadi. Bular kimning jon-jigar farzandlaridir, kimning aziz ajdodlari va kimning yurak parlari, tarlari bog'langan so'ygi yorlaridir. Ular nima umidlar bilan jangga kirib kurash qilgan edi, nima taqdir bularni kutib oldi. Lekin bu qonliq voqeadan odamlar xabarsiz qoldi. Buningga o'xshash nurg'un dahshat poyja bilan shahid bo'lgan farzandlarini issiq bag'riga bosgan tarim cho'lligi bularni o'z qo'ynida ilib qoldi. Bu qurbonlarning taqdiri hech kimga ma'lum bo'lmagan bir sir bo'lib qoldi. Qonni ko'rib ho'kirgan qo'tallarning ovozi va o'q tegib yaralangan joylarning og'rishi bilan Jabbor hushiga kelib, o'zining qattiq ingravatligini sezdi. Ko'zni ichib nada yotganligini va nima bo'lganligini bilolmay qisqa minut ichida o'zini yo'qotgandek turib qoladi. Ondan uning quloqidan ketmagan pilimot ovozi Jabborning yuragida jarohat bo'lib qolgan qonliq fojiani eslatdi. U beshini ko'tarib atrofda qonga milinib yotgan shahidlarni ko'rib, ko'ngli qattiq buzilib, yuragi ichishidi. Dunyoga ko'z ichib hayotga to'ymagan qovul, chiroyli yosh yigitlar maqsadiga yetolmay ormon bilan ko'zni yummay yotadi. Jabbor o'zining shuncha do'stlaridan ayrilib yolg'iz qolganligini ko'rib, yuragi qattiq og'riydi. U balki menga o'xshash o'lmay qolganlar bormidi deb o'mlab yurib, butun o'liklarni orlab chiqdi. Lekin birmo hayotjon yo'q edi. Jabbor jarohatlangan yerini tutib, o'zini to'xtatolmay xeyli uzun vaqt yig'lab o'ltirdi. Qonni ko'rib ho'kirab turgan qotazlarmi Jabborning yig'isiga qo'shilib ko'zlaridan yosh to'kibdi. Bir hazodan keyin Jabbor yaralangan murisi va qo'llarining og'riyotganligini ham qattiq ussab qalpiqlarining yerilib ketganligini sezib, o'liklar orasidan chetga chiqdi. Qotazlar va ularning orasidagi yavoyi to'gilarmi Jabborning atrofiga kelib, hissaslik bildirgandek yaqin kelib uni purashga boshlaydi. Uni cho'rdab turgan qotazlarga qarab qo'rqisi kelsin, lekin ular bir medirlagan jon bo'lganlikdan Jabbor mushular bilan birga bo'lishni o'ylaydi. Oradan bir qotazning yelinidan sut eqib turganini ko'rib, asta shu qotazning yeniga berib, silab turib sutni emishga boshlaydi. Qotazmi Jabborning emishiga qarshilik qilmasdan jim turib Jabborga o'ginib qoladi.
Qarаңғы tushishi bilan qotazlar qo'zg'alib, cho'lning ichkariga tarafga qarab mangdi. Jabbarmi ulardan ayrilib qolmaslikka tirishib, ular bilan ketidi. Şehit bo'lgan yosh yigitlar qizil qonlari bilan tarim cho'lda ichilib, do'lqinib turgan qizil guldek bo'lib, bulardan uzoqlab asta-asta ko'zning g'oyib bo'ladi. Qotaz va yavoyi to'gilar o'zining yeriga kelib to'xtab, Jabbarni o'tirg'a elib yetibdi. Ko'p o'tmasdan saqib salomatligi asliga kelishga boshlaydi. Bu hayvonlar Jabbarni o'zining bir a'zosida ko'rib, o'zlaridan hech ayirmasdan birga yashapti. Biror xatardan qo'rqib qochmoqchi bo'lsa, ustiga mindirib ilib qochib, yotmoqchi bo'lsa, Jabbarning atrofini cho'ridab yetibdi. Jabbar qotaz suti va qushlarning tuxumi bilan oziqini tepib, o'lmas kun bilan 30 necha yil shu tarim cho'ligida yashab, yavoyi odamga aylanib qoladi. Uchisiga kiydigan kiyimlar tugab, terilar bilan yuginib, chas soqollari o'sib, shundoq chiroyli qobuli bir yosh yigit qo'rqinchli bir yavoyi odamga aylanib ketadi. 1967-yili Xitoy hukumati Shinjongga Xitoy xalqini elib chiqish planini qilib va shuning bilan birlikda yer osti ham yer usti boyliqlarni tekshirish uchun planlash atritining tik uchar aeroplanni tarim cho'ligini chorlab tekshirayotganda yavoyi qotaz to'gilarning orasidan bir odamning yurganini ko'rib, shu yerda Beijingga xabar qildim. Markazdan ularga bu odamni o'ldirmay tirik tutib kelinglar, balki u chet el ishbini tarimni chorlab yurgan bo'lishi mumkin deb buyruq tushiribdim. Shuning bilan tik uchar aeroplan orqali 10 dak motosiklet berib, odam tushirib, osmonda tik uchar yerda motosiklet bilan bir kun qo'g'lab yurib, Jabbarni tutib to'p-to'g'ri Beijingga elib beribdim. Tarjimon orqali uning Uyg'ur ekanligini va tarim cho'ligida qanday kelib qolganligini anglagandan keyin bu odam ko'p jafo chekkan ekan, uningga yordam qilish kerak. Nada turman desa shu yerga o'rlashtirib qo'yinglar deb odamning o'zining talabi bo'yicha Urumchi shahriga elib kelib o'rlashtiribdi, dedi. Men opamdan "Siz u odamni ko'rdingizmi? Bu so'zlar nereden angladingiz?" dedim. Opam, "U odam ittifoq ko'chada o'ltiradigan Zo'ramning tam qo'shnisi ekan. Kishilar uzluksiz u odamni yo'qlab kirib turadi ekan. Iminning ayoli Mahfuza ikkimiz qo'shnilar bilan hol so'rab kirganda bu so'zlarni shu Jabbar oxunning o'z og'zidan angladik", dedi. Dadam o'ychan ko'zi bilan deraza orqali osmonga qarab turib, "U Shinsisay Sharqiy Turkiston xalqiga og'ir zulmlar soldi va nurg'un xalqni yo'qotdi. Bütün bosh ko'targan xalqlarni, ziyoli, bilimlik, ko'zi ochiq odamlarni va qo'lida iqtisodiy bor boylarni ham diniy xodimlarning hammasini qo'lga oldi. Hatto harbiy maktab deb o'zi ochgan, o'zi mudirlik qilgan ba'zi o'quvchilarni, hatto Darul Fondidagi bütün o'quvchilarni, o'qituvchi, xizmatchi, ishchilardan nurg'un kishilarni qo'lga oldi. U vahshiy qiynash usullari bilan xalqni qiynab o'ldirdi. Kishilarning tirnoqlariga qumush tiqib, boshlariga to'q bilan qiynaydigan asbobni kiygizib, qisqanda odamlarning ko'zi uzukdek bo'lib, yerga sangilib tushidi ekan. Dadam o'z ko'zi bilan ko'rayotgandek ichinishli holda Sharqiy Turkistonning nini yaxshi odamlari u zolimning qo'lida halok bo'ldi, dedi. Opam so'zga qo'shilib, Haydar muallimning o'g'li Rustam Sayrani haqida onasi Zaynab opayning so'zini aytib berdi. Haydar muallim bizning maktabning mudiri edi. U o'qigan bilimlik, olim odam bo'libla qolmasdan yozuvchi ham shoir edi, dedi. U taraqqiyparvar ham tarixshunos. Qisqasi shu davrdagi tatar olimlarining birisi edi, deb davomini to'liqlab qo'ydi. Shinsisay uni qo'lga ilishdan burun o'zining yozgan kitob va she'rlari bilan qandaqdir materiallarni 18 yoshlik o'g'li Rustamga yaxshi yerda saqlab qo'y deb topshirgan ekan. Qattiq qiynashlarga chidamay o'zi aytib bergan bo'lsa kerak, ko'p o'tmasdan 18 yoshlik Rustamni qo'lga ilib, bir necha kundan keyin uning o'likini Urumchidagi Yanxan masjidi, Tatar masjidiga chiqarib beribdim. Qattiq qiynashlar natijasida ikki ko'zi etilib chiqib, mangziga sangilib tushgan. Bütün qovurga ham put qo'llari sunib, barliq tirnoqlari yulib ilingan. Badanning saq yeri yo'q, qon ichida yotgan o'g'lini ko'rgan onasi Zaynab opa Burxon shahidining singlisi hushini yo'qotgan ekan.
Shu o'g'lining hasrati ichida umr bo'yi ko'zdan yosh qo'rmay yashab keldi, dedi. Chunki u ayol bizning ota-bobolarimizdan tortib qo'shni bo'lib birga yashab keldi. Dadam yana so'zini davomlashtirib, u zolim vahshiy odamlarni har turli yo'llar bilan qiynab, joduga silib, to'g'rab o'ldirdi. Bir qism odamlarni cho'nqur quduq va yorlarga tashlab, tirik ko'mib o'ldirdi va ba'zilarini tog'orga silib, og'zini bog'lab, mashinalarga xuddi ochliq qochilgandek besib, ularni tarim cho'llariga apirib, benzin chechib ko'ydirib, bir tarafdan pilimotga tutib o'ldiribdi. Nima degan ichinarlik, ha? Dedi. Apam yana söz qo'shib, mening tag'am Hamidullohni tarim cho'lida benzin chechib ko'ydirganni bir qo'ychi bola kelib kishilarga so'zlab bergan ekan. Ular odamlarni ko'ydirib, ham pilimotga tutib ketgandan keyin yiroqda yoshirinib qarab turgan qo'ychi bola yugurib kelib qarasa, tag'am ingrab etibdi. Bola tag'amning beshini yo'laganda u o'zining kimligini va oilasi to'g'risida so'zlab, ularga xabar yetkazib qo'yishni o'tinibdi. Ammo so'zning oxiri tushguncha jon uzgan ekan. Bu xabarni xalq og'zidan angladik deb shu vaqtlarni ko'z oldiga keltirganda ko'ngilsiz bo'lib qoldi. Dadam so'zini davomlashtirib, Shinsayning turmisida o'likni chiqarib berganlar oz bo'ldi. Qolganlarni shu beti izdiraksiz yo'qotdi. Texi u jallodni tezlik yo'tkab ilib ketdi. Bo'lmasa u nurg'un odamlarni yo'qotmoqchi edi. Men dadamdan Shinsayning qanday qilib yo'tkab ilib ketdi, u nega ketdi, mushundaq bir zolim odam qanday oson ketib qoldi deb so'radim. Bu haqda turli so'zlar bor. Bir rivoyatda Sunjongsanning ayoli Sungchingling xonim Shinsayni aldab aeroplanga ilib chiqib, shu yerda uni tutib ilib ketibdi degan so'z bor. Yana bir rivoyatda Shinsay o'zining inisini o'zi o'ldirib, ishki a'zolarini ilib tashlab, ishchiga qimmatli boyliqlarni tiqib, inimning o'ligini qoldirmay ilib ketaman deb, boyliqlarni shu yo'l bilan ilib ketdi degan so'zmi bor. Her holda u Sharqiy Turkiston xalqiga oz kulfat solmadi. Nurg'un odamlarni beguna o'ldirib, ko'plagan boyliqlarni ilib ketdi. Buningdek zolim podshohlar oz uchraydi. Hozirmi u Tayvanda hayot ham rohat yashab etibdi deb anglaymiz. Yig'ib aytganda Sharqiy Turkistonga kelib hokimiyat beshida o'ltirgan butun boshliq Sharqiy Turkiston xalqining qinini sho'rab keldi. Nima zulmlarni ko'rmadi? Bizning bu xalq deb tortib qo'ydi dadam. Opam, sen bu so'zni qilgan eding. Kichik chig'imizda anglagan bir ish yodimga keldi deb uni bizga so'zlab berdi. Niyozxon buvim deydigan kishilarga demidi qilib o'qib beradigan bir ayol bor edi. Kishilarning deyishiga qaraganda u ayolni jillar ilib ketib o'qitib kelgan degan so'zlar bor edi. U demidi qilib qo'ysa, og'riqlar tez saqiyog'liqdan uni uyoq bu yoqqa ilib ketib uyda turg'izmaydi ekan. Bir kuni atganlik choy vaqtida Niyozxon buvim eshikdan kirib keldi. Hammamiz o'rnimizdan turib uningga o'rin berdik. Opam uningdan, Niyozxon buvim 2 hafta bo'ldi o'zingizni ko'rmas bo'ldik. Bir yoqqa ketganmidingiz deb so'radi. Niyozxon buvim baslik egiz bo'yliq, ovozi yo'g'on, surlik ayol edi. U dasturxon yeniga berib o'ltirib etib, "Tova Xudoyim, Allohning qudratiga hayron bo'ldim. Xongchingda bir ayolning uyida G'avslizmning xatmisini 7 kun o'qidik. Shu yerda bir tul ayolning yolg'iz bir o'g'li bor edi. Yo'qlang bir ish bilan qo'lga ilinganligini anglagan edim. Jingshurinning zamonidagi askar boshlig'i Bezixuy turmadagi sog'lom yosh yigitlarni elib chiqib, tirik bog'lab qo'yib, u ayolning o'g'liga ularning ko'ksini pichoq bilan yodirib, ichidan so'qib turgan kuchli yurakni titirtib, sug'urib chiqardi degan, ham uni yondirib, har kuni bir china yurak ichidagi qonni ichadi ekan. Buning uchun bolaning onasiga 10 guruch yog', go'sht, ba'zida rix va har xil kerakli narsalarni bir hafta bir mapi qilib opirib berib turibdi. O'g'lini oyda bir martaba askarlar bilan birga elib kelib, o'g'lining xizmatini oldirash deb 10-15 minut turg'izib elib ketadigan bo'pti. Onasi bechora buningga xushal bo'lib, mening o'g'lim cho'ng mansabga ega bo'lgan o'xshaydi deb xotirjam kang tasha yashab yuribdim.
Oxirgi kelganida o'g'lining kiyimini yeyishayotgan bo'lib, askarlarga bilindirmay opasiga: "Opa, mening kunim bek yomon. Xatni o'qib Xudoyimdan mening qurtulishimni tila" debdi. Bu dövrem u 10 minutdan ortiq turg'izmasdan ilib ketibdi. O'g'li ketgandan keyin onasi: "Voy o'lay o'g'lim, kunim yomon deydi. Nima bo'lgandi? Ahvoli rostla ig'ir o'xshaydi" deb buvim ayollarni yig'ib kelibdi. Ularning ichida Niyozxon buvimmi bor ekan. G'avsil Avizimning xatmisini har kuni 7 xatmi bilan sadiqalar chiqarib, yog' puritib va onasi Xudoyimdan yig'lab turib tilab 7 kun o'qibdi. Xatmi tamom bo'lib, kun kechikmasdan hokimiyat almashib, ular bir kechada yer osti yo'l bilan Urumchidan qochib yig'ilgan Toshqa kelganda, ularning keynidan Oltoydagi soldat va atalgan O'rus askarlari qo'g'lab berib, O'rusning bosh ofitseri Marajnikov chaptirib qechib borgan Bezixoyni otdan yo'lab tushirib, qo'lga ilib kelibdi. Bezixoyning put-qo'liga to'mir ishkal selib, to'mir qafasga solib, Urumchi shahrida sazoy qilib aylantiribdi. G'azablangan xalq uningga tosh chalma etib, nayza tiqib o'ldirmoqchi bo'lganda, atrofdagi qorovul saqchilar yo'l qo'ymabdi. Shunda qilib, shaharni bir qancha kun aylantirganda, kimdir birsi uni qafas ichida turgan yeridan etib o'ldiribdi. Balki o'z odamlari bo'lsa kerak. Mana shu kundan boshlab u ayolning o'g'li u yerdan qochib chiqib, ona bola shu kundala Urumchini tashlab Turponga ketib yo'qoldi. Söz shu yerga kelganda eshikdan Hamraxon kirib keldi. Shundaq chiroyli o'ltiratdik, so'zimiz shu yerda uzildi. Kichik Abliz meni yo'qlab kelib, so'zdan so'z chiqib, u mening ko'nglimni yasab, sizning tortgan jabolaringiz boshqa zoyi ketmaydi. Bilamsiz, sizning ishlagan ishlaringizning davomini boshqalar ishlab etibdi. Sharqiy Turkiston tashkilotlari hozir hamma yerda harakatda ishlab etibdi deb so'zlab qoldi. Bu so'z menga zo'r umid va yangi hayot bergandek, ko'nglimni intayin xushal qildi. Yo'qolgan narsamni topgandek va umr yo'limni yo'ritgandek xush bo'ldim. "Rost tavatamsiz Abliz?" deb jiddiy so'radim. "Ha, rost. Men sizga shundaq. Bundaq so'zlarni yolg'ondan so'zlashim mumkinmi?" deb Ablizning chiroyida samimiy chin do'stlik qiyofati ko'rindi. Men uningdan: "Siz mushu tashkilotga qatnashganmidingiz?" deb so'radim. "Yo'q, biz qatnashmasaqmi, shularning odamida" deb javob berdi. Men uning so'zini anglab, "Abliz, siz meni ular bilan tanishtirib qo'ysangiz, men ularga qatnashqim keldi" dedim. "Abliz, siz nazarbandiki odam, bilib qolsa sizga qiyin bo'lmasmi?" dedi. Men o'ylab turib qoldim. Yomonligini o'ylasam, bek ig'irlikqa ilib boradi. Yomonlikni ig'irligidan qo'rqib, tinch yozsaq kelajak uningdan nacharlikqa ilib boradi. Ko'nglimdagi bu tilak orzular menga har qanday qiyinchiliklarni ko'rsatmadi. "Abliz, undaq bo'lsa men Yasinga dey, sizni ular bilan tanishtirib qo'ysin" dedim. Men bir qancha kun ko'nglimdagi zo'r umidlar ichida xo'shal va ko'taranki ruh bilan yashadim. Yasinmi ko'p o'tmasdan Ablizning anglagan so'z bo'yicha kelib men bilan so'zlashib ketdi. Yasin mashina remont zavodida bir oyga yaqin birga ishlagan, ham biz bilan tuqqanchiligimiz bor. Har holda do'stlardek yaqin aralashdik. Bir haftadan keyin Yasin ularning men bilan ko'rishishni xohlaydiganligini va ko'rishadigan o'rinni aytib keldi. Biz tushdan keyin soat 5larga ulgurib, Jigidalikka bordik. Paranglashib turatdik. Ularmi yetib keldi. Yiroqdan ko'rish bilan Yasin ana shular siz bilan ko'rishmoqchi bo'lgan odamlar deb ko'rsatdi. Birsi egiz bo'yliq baslik, gavdalari keng, o'tkir va sirliq ko'rinadi. Yana birsi o'tir bo'yliq, serixroq kelgan, o'ruqni qodir qiyofatidagi bir odam edi. Ular kelib biz bilan ko'rishdi. Ahvolishib bo'lgandan keyin ular o'zlarini tanishtirdi. Egiz gavdalik odam zavod ishchilarining boshlig'i bo'lib ishlaydi ekan. Ismini Malik deb tanishtirdi. O'tir bo'yliq seriq odam o'zini boshlang'ich maktabning o'qituvchisi, ismini Qiyim deb tanishtirdi. Ko'rishib ahvolishib bo'lgandan keyin mening ahvolimni so'radi. Men o'z ahvolim ustida qisqacha so'zlab berdim. Ularmi bizning ko'z qarashimiz ham tashkilot ismimi siznikiga o'xshash Sharqiy Turkiston tashkiloti deb tanishtirdi. Ondan keyin bir oz so'zlashishlar
savol javoblar bo'ldi. Yana bir uchrashishimizni Yasin orqali xabar qildiganligini deb biz bilan xo'shlashib ketdi. Ertesi kuni Yasin meni 2. doktorxonaning keynidagi ko'chada bir kichik hovlida boshlab kirdi. Darvozadan kirishdila so'l qo'l tarafdagi kichkina 2 eg'iz uyga kirdik. Kun yaxshi tushmagachga uyning ichi qorong'u ko'rinadi. Dalan uyda supi bo'lib, uning ustiga qora kigiz silib qo'yilgan pokiz edi. Eshikning yenidagi kichik derazadan tushgan yorug'lik bilan uy yorib turardi. Ishkirgi uydan Malik aldirab oldimizga chiqib, ochiq chiroy bilan qarshi elib, ishkirgi uyga boshlab kirdi. U uydimi egiz qilib yasalgan supa, uning ustiga kigiz va qizil gullik gilam silingan. To'rada bir karvat ustiga egiz qilib yotgan ko'rpalarni yig'ib qo'yibdim. Kan ustidagi kichik ustalga oq dasturxon silingan edi. Deraza yendagi kichik shkafga chini qacha va rasmlar chiroyli qilib tizib qo'yilgan ekan. Uy oddiy bo'lsa-mu, yaqinlik va issiq ko'rinadi. Deraza tubidagi o'rindiqda qiyin muallim o'tiribdi. U ochiq yaqin do'stlardek salomlashib bizni qarshi oldi. Men kanning chetiga berib o'tirdim. Malik taloq chiqib bir china chaynakda choy va 4 china elib kirib, har qaysimizga chinada choy quyib oldimizga qo'ydi. Bir taxsida non keltirib, ushtib, bir shakar qutisida shakar keltirdi. Bir oz paranglashib o'tirgandan keyin Malik bizning tashkilotimiz sizni qabul qilishni tasdiqladi. Shuning uchun hozir rasmiyat o'tab sizni a'zolikqa qabul qilamiz deb takcha beshidan Kalamullah Qur'onni elib qo'limni Qur'onning ustiga qo'yib, men bu Sharqiy Turkiston tashkilotiga o'z ixtiyorim bilan kirdim. Tashkilotga va yo'ldoshlarimga xiyonat qilmayman. Agar xiyonat qilsam, Allohning so'zi bo'lgan Qur'on Karim meni ursin deb qasam qildim. Ular meni tabriklashdi. Bundan keyin siz bizning Sharqiy Turkiston tashkilotining bir a'zosi, har ishda tashkilotning va yuqorining buyrug'iga bo'ysunib, berilgan vazifalarni ado qilasiz dedim. Men intayin xushal bo'ldim. Ömür bo'yi izlab topolmagan bu tashkilotni va jangovar yo'ldoshlarni endi topdim deb o'zimni baxtli his qilatdim va o'zimda bir bitmas kuch hosil bo'lgandek bo'ldim. Men ularning tashkilotning vazifalari nimalardan iborat deb so'radim. Malik menga Nansanga qaytgandan keyin u yerdami tashkilotni kengaytib, a'zo qabul qilasiz. Hozircha sizning vazifangiz shu bo'ladi dedim. Men bu vazifani o'rinday olamdiman deb o'ylandim. Chunki Nansandagi xalqni uyg'otish va bu haqqa anglatish intayin qiyin ish. Men ularning oldida xalq dushmani, qo'rqinchli bir odam bo'lib, butun xalq mendan chegara ajratib yurganda, bu ishlarni anglasa o'zlarini aktiv ko'rsatadigan bir cho'ng narsa topdim deb meni tutib berar deb o'yladim. Nima bo'lsa-mu bir amal tepib bu vazifani cho'qim ishlayman deb xiyolim lippida Nansanga yugurib ketdi. Malik so'zini davomlashtirib, biz faqat tashkilot bo'lib, yoshirin to'planib turamiz. Sovetdan Sharqiy Turkistonni ozod qilish uchun armiyaga kirganda ularni qarshi elib, ular bilan qo'shilib, birga jang qilamiz. Uningga qadar a'zo qabul qilib, kuch to'plab turamiz dedi va sizga topshirilgan boshqa vazifalarni ikkinchi uchrashishimizda uqtiramiz. İkinci uçuruşuş vaqti shanba kuni 29 iyun 2. doktorxonaning keynidagi o'tir ko'rikning yenida uchrashimiz deb uqtirdi.